Agar farzandingizda shamollash belgilari, tez-tez infeksion kasalliklar bilan kasallanish, allergiyaga moyillik, ovqat ratsionida go'sht mahsulotlari, dukkakli mahsulotlarning kam bo'lishi, undan tashqari oyoq-qo'llar muzdek bo'ladigan bo'lsa, bilingki, farzandingizga sink moddasi yetishmayapti. Sink moddasini kunlik miqdorini aniqlash uchun bolaning vazni hamda yoshi inobatga olgan holda doza tanlanadi. Buni albatta pediatr shifokori bilan maslahatlashgan holda amalga oshirish zarur. Shunda savol tug'iladi, qanday mahsulotlardan uy sharoitida sinkni iste'mol qilishimiz mumkin yoki qaysi mahsulot tarkibida sink mavjud degan savol tug'iladi. Bularga misol qilib dukkakli mahsulotlarni aytamiz. No'xat, mosh, loviya va go'sht mahsulotlari. Go'shtlardan esa albatta mol go'shti, tovuq go'shti, baliq go'shti, quyon go'shti va buzoq go'shtini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga yuborishni unutmang.